Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi o'ppozimiz aka-ukalar. Bugungi kunga xudo xolasa 4-yanvar kuni kechasi deydi, shunaqa bo'lib ketdi. Yana xudo xolasa ulgurmayapmiz. Shunga akalar, hali uzoq yaqindagi musofirdagi, hali chet eldagi Rossiyani Sankt Peterburgmi shunaqa deb yozayotgan, u yerdan bu yerdan juda ko'p joylardan yozayotgan aka-ukalarga Abdushir Ahmad qo'limiz ko'ksimizda xizmatchilardamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, olayotgan barakalarni ham hali Rossiyada turib telefonda bo'lib ham primo efirlar ham qilib berdi. Primo efirlarda ham bo'ldi. Primo haligini savdo barakalarni ham Rossiyadan turib onasini jo'natishib, dadasini jo'natishib, mana olib ketishyapti mana shunaqa aka-ukalarga. Dastavkalarni ichida qilib uyga ham olib borib beryapmiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bismillah deb yo'lga chiqilaveradi. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasidan bor. Bitta ko'rsatib qo'ying mashinalarni. Captiva desa, Captivani ham har xilidan olib kelib qo'ydiman. Malibu'ni biri ham, ikkisi ham. Lacetti'ni biri ham, ikkisi ham. Uchi ham bor. Cruze ham bor akalar, Cruze ham bor. Lacetti'ni Cruze'gacha bor. Nexia Brun, Tikom, Damas, Labo'ni Samasvaligacha bor. Xudo xolasa kimga ertaga kunga xudo xolasa yana dushanba kuni xudo xolasa yana bir mashinalar kelyapti ko'proq. Aralashtirib qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, qanaqa kamchiligi bo'ladigan bo'lsa yozinglar akalar. Ya'ni kommentariyga manaqa mashina kerak edi, mana onisi manaqa deb narxlarni yozsanglar ham bo'laveradi. Qanaqasi qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, bemalol hammasini qo'yib hammasini narxini tushirib, eskidan tushirib kelayotgan, mana xalq foydasiga ishlayotgan aka-ukalarni mashinday bo'lib, billa ishlab kelayotgan aka-ukalar qo'limiz ko'ksimizda. Mashinalarni qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bismillah deb tanishtirib beraveramiz. Telefon raqamlarini yozib ketyapmiz. Tagiga yozib qo'yapmiz aka. Telefon raqamlarini yozib ketyapmiz. 5 ta 6 ta raqam qo'yapmiz. Bemalol akasida deydigan bo'lsanglar, Baxt Nasos, Andijonda O'zbekiston mashi. Qanaqa ko'chasi edi mana bu ko'chamiz nomi? Baxt Nasos. Baxt Nasos 80 metrli 80 metrli aeroport, Jahon bozor, Sharxon, Kurgovoyi tutashgan joy aka. Mana Sharxon yo'li, mana bu Sharxon yo'li. Ko'rinayotgan bo'lsa Sharxon yo'li. Mana shu yangi svetofor mana. Shu yerga kelgandan keyin Jahon bozor Oltinko'l tomonidan bu yoq yo'paradan keladi, Sharxondan bu yo'paradan keladi, shahardan bu yoqdan chiqadi. To'rtko'cha bu yoqdan aeroportdan chiqadi mana. To'rtko'cha deganmiz, to'rtko'cha, to'rt tomoning qibla deganda. To'rt tomoning qibla deganda, qani bismillah. Chiroyli joylar kelib oldik aka. Malibu ikkimizdan tanishtiramiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan muqaddam sudlanmagan otchествоsi Chevrolet ekan. Turbosidan bo'lib ham Premier turbosidan ekan, eng zo'ridan, go'zalidan, fullidan. Qiziqarli, zerikarli emas ekan. Navorot, pavorot, oborotigacha bor ekan. Oqqortdagi desa shamolday bor, bo'rondek qaytadimi-ku? Propan gazi ham bor. Raketadek bor, raketadek qaytadi. Propan gazi ham bor. Propanlar paket 90 talik propan ham. Bunisini ko'rgan bo'lsanglar akalar, kechagi kunga $23,000 dan ukalarim ha qilib hazil qilib rosakamdan narxini tushirishib $20,000 ga tushirish berib ketuvdi. Endi $20,000 ga emas, endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $19,800 ga qilib beramiz endi mana. Aka 19,800 ga qarang aka. Otasiga ham, onajonisiga ham $100 dan chiqarib beramiz. Uni qo'ladigan bo'lsa, generalnisi ham bank transporti ham ichida qilib bo'laveradi. Mana bonusni enasini ko'rsatib o'ramiz. 8,800 ga qo'yayotgan narsamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $8,000 ga qo'yib beramiz endi. Tayyor buni krediti bor. Dokumentini ham ichida qilib beramiz. Bo'ldi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, aka to'xtang, iltimos aka. Bitta shov qilib anglatamiz desak, shundan bir xalq tomonidan bilasiz aka. Chiroyli narx ayting aka shunga. Nechinchi yil aka bu? $2,500 ga 2006-yil juda go'zal Casablankasidan rangi mana qalbingiz rangida. Yilini nechi dedingiz aka? 2006-yil. Xo'p, 2006. Aka, nima bo'lsa xo'p, chiroyli mashina ekan, bestakam, bildik, ko'rdik aka. Holati chiroyli, kami yo'q, chak-chakida ekan. Mana aka, men bitta mashinaga bitta haddim sig'aman aka. Bemalol, libon narsa sig'adi desa aytaman. Aka, haq tomonman men. Aka, bitta gapiring, xapomasingiz ham, xaposiz ham. 1,800 ga qilib bering shuni aka. Voy, malades. Avtogol qo'yardingiz-ku. $2,500 deyapman men. $1,800 ga tushirardingiz aka. Qo'lni qo'ying aka sizlarni. Gol urdimmi? Yana bitta. Qovun tushirdimmi yana? Yo'q, men ham endi qarab turmayman sizga. Uni qo'ladigan bo'lsa ertaga kunga tushirolmay qolsanmi aka? Tushirolmay qolsanmi? Siz ham tushir, meni bitta ko'tarib qo'ying aka, bir hurmatni. Uni qo'ladigan bo'lsa ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, akalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa,
$1500 etdiği kunga bir kunga faqat naqd pulga kimga qiziq bo'ladigan xohlasin naqd pulga olasin. Maşallah, maşallah. Bank oladigan bo'lsa ham o'ziga o'zi chiqaradi, $1,500 chiqaradi. Bo'ldi. Go'zal aka. $1,500. Bo'ldi, men gapira olmay qoldim. Hijolat toptiruvdim endi aka. To'lab ketdingiz, rahmat aka. Maza qilsin. Siz Bo'ldi, aytgandek men ham qolmay ekan, maza Bo'ldi qilsin. aka. Bunisi Bunimiz 2011 aka. $2800 qo'yatuvdik. 2011 qo'yadi. Ha. Aka bunga ham bitta gapiray aka. Endi buni hali rasotini ham qilib qo'ydik, bufor qo'yib qo'ydik, faralarini qo'yib qo'ydik, hamma ancha rasotlar, laboylargacha hamma yo'qni yangi qilib qo'ydik buni. Nech pul dedingiz aka? 2800 ga ham Aka, qo'yamiz. aka. To'rtta balon ham qo'yib qo'ydik. Aka 2600 ga qilib bering shuni aka. 2000 Nima dedingiz? 500 ga qilib beraymi-ku? 2500 ga qarang aka. Ha. Generalist ichida qilib berasiz. Bo'ldi aka. Panchi rasotini ham ichida qilib beraman. Mashallah 2300 olib ketdim bunda. 2300 ga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, naqd pulga oladigan bo'lsa 2300. Bir kunga bu ham, ha? Ertaga kunga. Bir kunga. ha. Bo'ldi. Mana 2011 aka bu. ha, 2011. Like faskani bosib ketamiz akalar, to'xtash. Dadadadang, dadadadang. Bo'ldi aka. Ketdik. Qani Bu yog'i bo'ladigan bo'lsa 2007-yilda ishlab chiqarilgan pechat ekan ha mashina. 2007-yilda ishlab chiqarilgan haqiqatdan ham pechat mashina poliman pulini $2800 ga faqat generalni ichida deb qo'ydik buni. 2800 ga. Ha. Generalist ichida deyapsizmi aka? Ha. Onajonisiga ham 100 so'm bering. Hisob. Sizdan nima ketdi aka? Hisob. Bo'ldi aka. Chiqarib beramiz. Bunisi 2012-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini $3300 ga qo'ydik. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $3000 ga qilib beraman. Siz nima deysiz? Aka, Ha. 12 olsa nima bo'pti? Ha. Shuni aka $2900 ga generalist ichida qilib bering aka. $2800 ga qilib beraman. Nima deysiz-ku? Generalist ham ichidami? Generalist ham. Rostdan. Ha. 12-yil. 12-yil. Bo'ldi aka. $2800 ga generalist, $2600 ga tushamiz shunda. Ha. $2600 ga qilib beramiz. Bo'ldi aka. 12 yo'q. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Bank deydigan bo'ladigan bo'lsa $600 ga chiqaversa kerak a unda, yo $500 ga ham, $300 ga ham. Anaqa 600-700 ga chiqaradi aka. Arzimagan pulga chiqaradi. Ha, 12 yil. Bunisini $5100 ga qo'yiluvdi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $4200 ga generalist ichida qilib beramiz. Faqat Aka, bir kunga 4200. Mashina pulchilar so'rayapti, bera olasizmi mashina pulchilarga? Endi berib yuboramiz. Bera olasizmi mashina? 4200 ga 14 generalist. kraskasi ham unaqa ko'p bo'lsa ekan, 3 ta detalda ekan. Men ko'rib qo'ydim. 3-paysi haqiqiy. Tashkent motor, 14 go'zal, avtorasotlar yo'q ekan. Yo'q, motor. Pechat ekan hamma yo'q. Yo'q. Berib yuboramiz, $1000 mashina bonus pulchilar bo'lib bermaymiz ketdi. dedingiz, berib yuboramiz. Berib yuboramiz. Bo'ldi aka. Berib yuboramiz. Aka, mashina pulchiga bermaymiz aka. Ha. Mashina pulchi puliga xalqqa beramiz. Maza qilsin, ha? Xalq maza qilsin. Hisob. Bo'ldi aka. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2015-yilda ishlab chiqarilgan $6600 ga qo'ydi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa endi $6000 ga generalist ham bank rasot ham ichida. Yili necha dedingiz aka? 2015-yil. 2015. Zo'r, go'zal mashina ekan. $6000 ga generalist ham bank rasot ham ichida deyildi. Bor, Sparkimiz ha? Bo'ldi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa Hozir. 2010-yilda ishlab chiqarilgan petnosi bor ekan, xolos boshqa joyda hech qanaqa Epik ekan bu aka haligi. kraskasi yo'q, toza deb olinuvdi. Akula degan mashina mashina aka. Akula, cho'rni akula degan Bo'ldi, mashina. Bunisini ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $7300 ga qilib beramiz bunisini. $7300 ga. Yilini necha dedingiz aka? 2010-yil. Akajon ozgina o'tib bering. Bo'pti, generalist ichida deyapsizmi hozir? Onajonisiga ham $100 o'tib berasiz aka. Hisob. O yerdan kelmaylik, qorong'i tushib qolyapti akajon. Bo'pti akajon, yuring. Ha. Labolarni aytib ketaylikmi? Ha, labomiz Shu usulini qilingan samasvallar. Sotildimi bu? Ha, narigi Matiz sotildi. Ha, Matiz sotildi. Buni mashina yana ha, bo'ldi. Buni To'kadigan ekan. $5,500 ga qo'yatuvdik. $5000 ga generalist ham bank rasot ham ichida qilib beryapti. Endi unaqa emas. $4800 ga generalist ham bank rasot ham ichida qilib beradi. Nech pul olib ketadi unda aka? 4600 ga tushib ketyapti. Aka, generalist ham bank rasxoti ham ichida deyapsizmi aka buni? Onajonisiga ham $100 beramiz. $4,500 ga tushib ketdi. Otajonisiga ham $100 beramiz. $4400 Bo'lsa xalqqa bo'lsin. 4400 tushib ketdimi? 4400 pul olib kelsa hech narsasi olaman, olib ketaversin. Mana qarang. Ikkita ko'taring, qanaqa ko'taradi deyishyapti. Ko'taring, ko'taring. Ko'tarsam yahbemening. Mana ko'rinyapti. Qarang. Men hali boshqacha ko'tara oling yana, ko'taring, ko'raylik. Ko'taring, dalish ko'taring. Ko'ring, ko'tara oling. Qarang. Inamarkaga o'xshaydi bu. Qoyil. Bo'ldi, gap yo'q. Ko'rdik, ishondik, bildik. Balonlari ham go'zal ekan, lekin aka. Balonlari ham 13 yangi. Hammalari ham pechat olib turibdi aka. Go'zal mashina ekan. Nimaga buni qadriga yetishmayapti aka?
Endi arzon qo'yib yuborsangiz chiroyli sotilib ketadi. Endi ko'ryapsiz. Lekin hali kuni 4800 qilganga bemalol. Kelorsin beramizmi aka? Endi beramiz. Yana ashindan ham 400, 300, 400 tushib ketdi aka. 4400 ga Kelavering aka. 4800 bergan. Apolodis aka. Beramiz aka. Berib yuboramiz endi, kelavering, berib yuboramiz. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 1,5 ming dollarga generalniy ichida deb qo'ydi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa endi 1300 dollarga naqd pul olib kelgan bemalol 1300 ga generalniy ichida qilib beramiz. 1200 olyapti mashina. Ha. Ha bo'ldi aka. Bu mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, toza deb oluvdi, petno chiqib qoldi bundan. 5300 dollarga qo'yayotgan mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 4800 dollarga qilib beramiz. Yili nechi buni aka? Generalniyning ichida, 14 yili. Bo'ldi aka. Toza desa bo'ladi, mashinani pechat ekan aka. Zazorlarini qarang, go'zal olib turishini. Sver mashina ekan ama. O'ta tiniq. Chiroyli mashina. O'ta o'tadilar ekan aka. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2009-yilda ishlab chiqarilgan, tayyor 2000 dollar krediti bor. 1000 dollarga olindi, 1000 dollarga kimga qiziq bo'lsa sraz berib yuboradi. Sho'rniyda men anaqadaman deyotgan kukalarga bo'lsa bemalol. Bo'ldi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2014-yilda ishlab chiqarilgan 5,5 ming dollardan 4800 dollarga chiqdi. Endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 4400 dollarga generalniy ham bank transport ham ichida. Nimasi bo'ldi? Onajonisiga ham 100 dollar. Hisob. G'olosa g'ol olsa. Avtogol oldi, yomoni bo'ldi. Mo'yam qora chiroyli ekan. Aka mana o'ta go'zalidan. Cho'rni bumeridan bunisi ham. Qora Lacetti hali Lacetti so'rab kelgan akamizga. Ha, qora Lacetti kelsa akaga, akaga 5,5 ming dollarga qo'yilayotgan mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 4800 dollarga generalniy ichida qilib beraman. Xursandmisiz-ku? Aka 4800 dollarga generalniy ichiga meni gapim nima bo'lardi aka? Onajonisiga, otajonisiga ham hisob 100 so'mdan, 100 dollardan berasiz. 4600 dollar. Ya'ni shunday berasiz aka. Oso 4600 dollar. Baraka bo'lishiga ela. Bo'ldi. Hech nimasi yo'q, 4600 dollarga tushdi. Bera uni u yog'iga ham qilib yuboramiz. Ha. Bo'ldi, gap yo'q. Zo'r aka. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 5,5 ming dollarga qo'ygan mashinamiz Michael Jackson bashara 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Nima deydi, avtomat korobka, lyuk hamma yo'g'i bor. Avtomatmi bu aka? Mexanika debman men telefonda so'rashdim. Yo'q, mexanika emas, ko'rsatib beraman aka. Avtomat ekan. Bo'ldi aka. Mana diskalari yumshoq qo'yib qo'ygan ekanda, men maza qilib minaman. Miqillasa, maza qilib minadiganda, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni 5,5 ming dollarga, ertaga kunga endi bunisini 5300 dollarga generalniy ham bank transport ham ichida. Aka zerikib qolyapsiz endi. Mashinadan bitta olaylik. Mashinangizni necha pulga chiqarib beraman dedingiz aka? Shunisini ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa endi 1700 dollarga chiqadigan mashinamiz 700 dollarga chiqarib beramiz. 1700 mi 700 mi? 700 dollarga o'ziga chiqarib beramiz. 700 dollarga chiqarib berasiz. 700 dollar. Yili necha? 2022-yil o'sha summasi 13,5 ming dollar to'g'ri keladi. O'sha summasi 13,5. Ha. Bo'ldi. Tonirovka hali 1000 dollarlik diska go'zal ekan. Pavorot, Amerikanka. Tumanlisi ham Amerikanka ekan. 1000 dollarlik diskalari ham bor ekan. Balonlari ham go'zal ekan aka. Tonirovkaga ruxsati bormi buni? Bor. Tonirovkaning ruxsati ham bor, hamma yo'q. Qiziqarli, zerikarli emas. Asal rangi mana qalbingiz rangidan. Oq qor tagiga desa shamoldek bor, bo'rondek qaytadiganlar. Bo'ldi. Qiziqarli, zerikarli emas. Rosa akamdan ham. Akamga, ukamga deydigan podarka qiladigan aka-ukalar bo'lsa ham bemalol 700 dollarga bismillah maza qilib olib ketaveradi. Bo'ldi aka, mana Mononga keluvdi aka. 284 ga aka. Bunisiga kelgan bo'lsa, bunisi 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasini so'rayotgan aka-ukalar kiringlar kapotida bor, xolos ichib-ichiga o'tgan. Bitta qonat, bitta kapotida bor, ichiga o'tmagan. Qolgan joyi top-toza, pechat. Nech pul berasiz aka buni? Bunisini 3300 ga qo'yayotgan mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, endi 3000 emas, 2800 ga dokumentini ichida qilib beramiz mashina bir kunga faqat. Ertaga kunga. 2700 degani nima? Yo'q. 2800 ga biz anaqasini onlayn qilib beramiz. Yozib beramiz. Onlayn yozib beramiz. Bu yana 1 millionga boradi. Siz aytgandek. Bo'ldi aka. To'g'ri. Gap yo'q. Bu 2700 ga tushib ketdi narxi. Akalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mashina juda arzonlab ketdi bo'lib ham. Aka bu narxini akalar kim biladigan bo'lsa 3 oydan beri o'zimiz to'lab qo'ydik, 3 oylik to'lab. Aka shunga adashib ketdingiz mosatlar. 33 qo'yatuvdingiz aka buni. Hali akamiz 2700 beruvdi, bermovdingiz. Bermovdik. Hali er-xotin kelgandi. To'g'ri. Endi kelaveringlar, buni ham yana boring 2700 ga endi beraveramiz. Beraveramiz. Men beraman, laxta-lukta qilmasdan. Maza qilib minadigan. Bu Gentramiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2015-yilda ishlab chiqarilgan petnosi bor, orqa bagajda deb aytib deb qo'yganmiz. Buni bo'lib ham o'zimiz mahallamiz mashinasi, to'rtta baloni, yangi mashina, yurish-turish, hadovoy, motor, korobka umuman ishi yo'q. Maza qilib minadigan, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 7000 dollarga generalniy bank transport ichida deb qo'yib beruvdik.
Endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 6500 dollarga Generalis bank transporti ichida. Bitta Neskif'ni puliga tushib. Yili nechi dedingiz aka? 2014. Michael Jackson emas. Yo'q, haqiqiy Gentra. Haqiqiy. Aka, hech narsasi nechi pulga dedingiz? Ha? Nechi pulga qo'yib beryapsiz hech narsasi? 6500 dollar, 6300 dollarga tushib ketdi ana. 6300 ga tushib ketdi. Hech nimasiz. Aka, bir kunga onajonisiga ham 100 dollar shunga. Sig'ar aka, Hisob. 100 dollar. Hisob. Sig'sin aka, Hisob bo'ldi. sig'di. 62 degani. Faqat bir kunga. Bir kunga. Faqat bir bo'ldi kunga. aka. Avtogolni ham yomoni bo'lyapti. Bo'ldi aka. Bosamiz Bugun faqat bo'ladi. akalar. Buni ham ruxsatlari bor aka Plexga. 10 oylik tanirovkaning ruxsatnomasi bor. Bunisini 10700 dollardan 9700 dollarga tushgan edi. Kecha safar Aha. 400 hoji bilan birga hammamiz syomkada 1000 dollar tushirib olganmiz. 9700 dollarga tushdi. Endi 9300 dollarga Generalni ham bank transporti ham ichida qilib beraman endi. Onajonisiga ham 100 so'm. Hisob. Bo'ldi. Unda uni qo'ladigan bo'lsa 9000 dollarga O'ziga tushib tushib ketyapti. ketyapti. 19-yil toza 10 oylik tanirovka ruxsatnomalari ham bor. Balonlargacha yangi qo'yib qo'yilgan. Bo'ldi aka. Gap yo'q. Kraskasi yo'q, toza. Bo'ldi aka. Balonlari ham yangi ekan haqiqatdan qarang. Go'zal ekan balonlari. Buchi qora Bunisi bayir. 2020 ga Bu 21. qoraymi o'lgul. Bu qoraymi deydigan rosa kamdan 10. Lyuklari ham bor ekan Uchinchi aka. paysi o Malibu ballarigacha bor. Yo'q, Ko'rsatib qo'ying. salonlari Shumka, ekan. pumka, navorot, O'n navorotigacha bor. Malibu bar, monitor, Magicar, pult. Malibu rullarigacha bor ekan aka. Keling endi menga gapni Go'zal endi ekan. eshiting, u qizim. Ha, puli qiziq, ha, puli. Puli. Buni endi 2200 dollardan 2100 dollarga 2000 dollarga tushirib berdi. Endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1900 dollarga yana tushirib beramiz narxidan ham. Bank narxidan ham tushirib beramiz, общий summasidan ham tushirib beramiz. Endi uni qo'ladigan bo'lsa 3 million 700 ming so'mdan oylik to'lov, vaqti go'zal. Oylik to'lov. 5 million 700 ming emas, 3 million 700. 3 million 700 mingdan. Bo'ldi aka, go'zal. Agar bu 3 million 700 mingdan harakat qilib chiqarib beramiz, Ha? 20 lar to'xtagan aka. Mobodo o'zgarishlar bo'lib qolsa, 4 yilga bo'lib qoladi qani. 4 millionga yaqinlashib qoladi. Unda To'rt yana yilga yaxshi bo'lsa. 4 yil bo'lsa. 300 ming yo 1 yil yutadi. To'ppa to'g'ri. Yo unisiga yo bunisiga qidiramiz xudo xolasa. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2020-yil. Aka o'z summasini aytmadingiz buni. Общий summasi 11,5 ming dedi, 11 mingga tushirib qo'ydimi hozir? Aka 11 ming mana qilaylik aka. 10800 ga tushirib bering shuni aka. 10800. Hisob ertaga Bugunga. kunga. Lekin to'lamon bo'lyapti bozor aka. Bugun qo'yaverasiz. Mashinalar To'g'ri. qimmatlashib ketdi aka. 10800 ga beringiz shuni. Hisob. Top-toza ekan. 10800 ga hisob shu Bo'ldi. 510 raqamli Bo'ldi. davlat raqamli Gentramizni 10800 ga ertaga Mana kunga bir kunga 10800 faqat, ga ha. toza Gentramiz bo'ldi aka. Bunisi Yuklarigacha bor 2020 yil ekan. ishlab chiqarilgan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bunisini 18 emasmi? ha? 18 emas. Bu 18 dan 10 yo'q, bunisi 20 bunisi. 20 bu aka. Bunisi 20 bunisi. Bunisi 20 toza kraskasi yo'q, bunisini 13 mingga qo'yuvdi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 12600 ga qo'yib beraymi-ki? 20 nimi? Ha. Nimaga endi ana 20 emas, 10800 qora bozori kuchli aka. Nimasi ustun joyi bor? Menga tushuntiring aka. Men xalq tomonman. Apa bo'lmayman endi aka. Ustun joyini aytib bering. Bo'ldi. Men indamayman aka. Nimasi ustun? Shuni aytib bering aka. Buni ustun tomonligi oqu. Oqligi ham. Nimaga endi qora 1000 so'm qimmat deysiz aka? Bu bir haftada bir kilo oladi. Nech pul qo'yib beryapsiz? Bunisini 12600 ga qo'yib beraman. Bu 21 ekan aytman. 21 mi bu? Ha, bo'ldi ona qo'lolmaysiz. Gap yo'q. Ashnading aka. Bunisi Buchi 21. aka. Bunisi bo'ladigan bo'lsa sotildi, ha? Buni Sotildi. Bu egasini kutyapti bu. 18-yil monisi. Bunisi aka yili necha edi buni? 18-yil avtomat korobka Ono ali nima deydi? Hononi puliga qo'yib bera olamiz buni ham. Nech pulga? Mexanikani puliga 9600 ga qo'yib bera olamiz. Yilini necha dedingiz aka? 18 avtomat. 18 avtomat. Avtomatmi bu? Avtomat. 50 yo'liga yana qilibman. Yo'q, avtomat. Ha bo'ldi avtomat ekan aka. Gap yo'q. Nech pulga qo'ydingiz aka buni? Buni Hono mexanikani puliga 9600 ga ursam bo'lasizmi deyapman shunga. 9600 Ha, gami? 9600 ga. Onajonisiga ham, otajonisiga ham 100 so'mdan o'tib bersiz. Hisob generalisi ham bank transporti ham ichida uni qo'ladigan Bo'ldi. bo'lsa faqat bir kunga akalar. Bo'ldi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 9200 ga 9300 ga tushib ketdi. ketyapti. Bu degan nomerini olib qo'yaman mana 078. Shu Bo'ldi. Captiva'mizni aytib ketamiz. O Captiva'mizni qani? 2010-yil ishlab Ona aka. chiqarilgan. Men o'tgan safar 2008 deb qo'ygan ekanman. 2010-yil ishlab chiqarilgan ekan. Petnosi bor ekan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa buni
8800 Bir tane aka benzin bakida Ha. Petnosi bor. Mashina 8800 dollarga 100 qo'yilgan. ming yurgan 2010 yil 8800 dollar, 8800 dollarga qo'yiluvdi. Unaqa emas ekan, endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, 8000 dollarga generalnisi ham bank rasoti ham ichida qilib berilyapti. Onajonisiga ham 100 dollar berasiz, otajonisiga ham 100 dollar berasiz. Unaqa bo'ladigan Nima bo'ldi aka? Nima bo'ldi? Gapiring. 7600 dollarga tushib ketyapti. Kimga qiziq bo'ladi? Qarovlarigacha bor. 2000 bankaning monchilarini ham oling. Qani. Oh, mashalloh, bu asalligini qani ichlarini. Aka, litok qilib yuboribdi. Buni monitorlarigacha qo'yib, qo'yili. Yurgan kilometrlarni ham qarang aka. 210 ming. Savun olib ketibdi-yu ichi. 4 ta gazi bor anaqa kapsula aka. Kapsula? Ha, kapsuladan 4 ta gazi bor. Qarovlarigacha. Mashina xullas tayyor aka. Issiqni. Tayyor, issiqni mazza qilib minadigan bo'ladigan bo'lsa, chak-chakida. 7600 dollarga narxi tushib ketdi aka. Aka, mana Mashetida Petnosi bor aka. Mana Mashetda Petnosi bor. Bo'ldi. Qolgan mana bilinib turibdi aka. Petnosi bor ekan. Telefonni ham. Qolgan joy top-toza aka. Bo'ldi aka. Mollar narx chiqdimi mollarni? 097 ni gapiringlar. Mo narx chiqdimi, aytishdimi? Nima bo'ldi? To'lqin aka. 097. Mana yo'qda 045 ol degan nomga yozaman. Uchinchi pozitsiya ekan, uchinchi pozitsiya. Yili necha ekan buni aka? 22. 22. 22 bunisi. 22 mi bu akalar? 21. Buchi. Monisi 1000 dollarga chiqyapti ekan, 23-yil ekan. Uchi. Monisi necha pul chiqyapti ekan aka? Mo 23 ha bu. Ha. Mo 23. 23 Mingga chiqyapti, 3-pozitsiya. Ha. Bu ham nimasi avtomati bormi? Bezlik. Ha. 23. Avtomat ekan, to'g'ri. Yurganini bitta aytib beringlar menga, shuni ko'rsat. Yurgani ham unaqa ko'p emas. Ko'pasga ko'rsatinglar, kalit ochinglar. Yurganini so'rashyapti. 68. 68 ming yuribdi. Kraskasi yo'q, toza. Go'zal ekan. 1000 dollarga nomiga nomer, texpasport hamma yo'q, ichida chiqyapti ekan. Общий summasini aytib bering aka. Общий summasi 13,5 ming dollardan hozir unaqa emas, 13200 dollardan qo'yib beramiz. Bo'ldi aka. 13200 dollardan. Ikkalasini ham. Ikkalasi bir xilmi? Tanlab olamiz. Lekin mana lyuklarigacha bor ekan. Bor, aka. bor. Bu Hozir qora kraskasi deydiganlar bor, bu. Qora Bu yo'ldan. qora emel deydiganlar ekan. Aka, nima xalqimizni qalbini rangidan aka. Ha, buni. Qalay aka. Bo'ldi, gap yo'q. Monochi aka, aka, 22-yil buni. 1,5 ming, 2 ming, mingdan deyapsiz. Boshlang, mana arzondan qo'ying aka. Bomba. Bo'ldi, bunisini mana uka mashinasi bu qora emel deydiganni necha pulga chiqarib berasiz? 2200 dollarga chiqyapti mashina. 2200 dollarga. Aka shuni 1000 dollarga chiqarib bering aka. 800 dollarga chiqarib beraymi, xursandmisiz? Aka 700 dollarga chiqarib bersiz, xursand bo'laman. Boryapsiz. Ha, 700 dollarga chiqarib bersam, xursandmisiz? Yurgani necha bitta ko'rib bering boring. 50 ming yurgan olsa nima bo'pti deydi-yu. 50 ming. Necha pulga chiqarib berasiz? 50 ming yurgan mashina. Necha pulga chiqarib berasiz? 600 dollar. Aka, qo'lingiz bering. Ha. 600 chiqarib berasiz. Chiqarib beraman. Chiqara olmay qolsinmi? 50 ming yurgan olsa nima bo'pti? Bilaman, bitta dona deydigan bo'lsa, fitnosi bor, men qarang. Lukigacha bor, men qarang aka. Mana. Avtomat korobka yurganlari 50 mingmi, 51 ming yuribdi. 50 ming. Aka bitta shou qilaylik shu yerlariga. Bitta, aka qo'lingiz bering. Mendan xafa bo'lmang aka. Qovun tushirishmi, golmi bilmayman. Aka 500 dollarga men chiqarib beraman mana shu mashinani. 2200 dan. Yo'q, 500 dollar. Общий summasini ayting-da bitta menga aka. Общий summasini necha pulga berasiz buni? 13 mingga to'g'ri kelyapti. 22. 50 ming yurgan. 13 ming emas. Hozir necha pul tushib ketdi endi narxi. Necha pulga? Hozir 12600 ga mumkin tushib ketdi. 12600 ga bo'lsa aka, 500 ga chiqara oladimiz. Chiqarib olaman. Bo'ldi, men chiqarib beraman aka. Men beraman. Mana menga uchun orasizlar. Akami shagirdiga emas, yo'parada ekran orqasida akalarga uchun orasiz. Ukalarga. Bor ekan, 500 dollarga mana ko'rib olinglar. Bor, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2022-yil ishlab chiqarilgan muqaddam sudlanmagan deganda o hali nima deydi, отчествоsi Chevrolet. Juda go'zal, qiziqarli, zerikarli emas. 4 ta yumshoq balonlargacha. Yangi mashina. Balonlari ham aka yumshoq balondan ekan aka. Bo'ldi, gap yo'q. Aka buni sotildi mana. Qaysi biri kelsa, birinchi kelganda necha deyli? 20. Ha, 20-yil ekan bu aka. Puluchi.
12.700 ga bera olamiz ekan ha buni. 20 ha bu. Ha, 12.700 Aka. ga bera olamiz. Qimmat. Jinda tushib bering akajon. Ozgina tushib bering. Haq tomonman men aka. 20 mi rostdan bu? 20 ga 20 ga 21. Mashhur yaqib berasiz. Kimga bo'ladigan bo'lsa 12.500 ga qilib bersam unutamisiz? Aka 12.500 ga qarang. 12.500 ga emas, 12.300 ga qilib bering aka. Hisob. Ertaga kunga naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 12.300 dollarga, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa like podpiskani bosib turinglar. Bo'ldi aka. Bunisi bo'ladigan bo'lsa Aka, 2022-yil zerikib qolyapti. Mashinadan ham bitta shov o'qib bering aka. 2022 Shov emas, rost ekan, real voqea. Ana nomerlarini olyapman aka. Gap so'z yo'q, 2 dona pitnosi bor. 2022-yil ishlab chiqarilgan uka mashina. Ha, 22-chi avtomat. Avtomat Gazlarigacha bor. Gaz, suv svetlari Ko'rib bor. akalarning gazlari bor. Albiz rangidan uka. Gap yo'q aka. Siz aytayotgandaqa uka. Mana aka. Bunisini hamma Avtomat joyda ekan bu ham. ha, hamma joyda 2400 ga chiqyapti. Men o'zimda ham 2400 ga chiqish kerak edi. 1700 dollarga chiqarib beraman shuni. 1700. Ha. Akajon, keling. Hı. Zerikmaylik. Shuni qo'lingizni bering aka. Hop. 1200 dollarga chiqarib berasizmi aka? Avtogolov ketyapti. Nima bo'pti? Bo'lsa bo'lsin. 1100 dollarga chiqarib bering. Aka 1000 dollarga chiqarib bering, bo'ldi. Xursand bo'lamiz aka. 1000 dollarga. Berdingizmi 1000 dollarga? Ha. Erkak kishini lavz o'lguncha shayton bo'ynini sinini bo'lsin. Deydi-yu, shunaqa joy. Hisob ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bir kunga 1000 dollarga tushib ketyapti. Nomerini ko'rib Narxi qo'ying. ham 11700 dollardan 10700 dollarga narxi tushib ketdi. Aka yana bitta gapiray shu yerlariga qisqasi. Aka onajoniga 100 dollar ham berasiz. Asa 1000 dollarning ichida. Hisob. O'sha summasidanmi? Hisob. Endi o'sha summasi nech pul olyapti aka? 10600 ga tushib ketdi. 10600 ga tushib ketdi. 10600. 900 degani u degani. 900 ga tushib Bo'ldi aka. Mana bir kunga faqat. 10600 dollarga tushib Bir ketdi. kunga, ha aka? 10600 dollarga akalar 2022-yilda ishlab chiqarilgan 10600 dollarga tushdi akalar. Undan tashqari 900 dollar beradigan bo'lsanglar ham chiqaradigan sharoit bor. Bo'ldi. Omil bugun xursand qilyapsiz aka. Avtomat karob. Bo'ldi, gap yo'q aka. Like podpiskani Bo'ldi, bosib gap turamiz, to'xtatmay turamiz. Menga yoqdi mashina. Da deydigan joylari kerak. Bo'ldi aka. To'xtash yo'q. Eslatib boramiz aka. 2014-yil ishlab chiqarilgan toza kraskasi yo'q. Bunisini 7800 dollarga qo'yuvdi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7500 dollarga bera olamiz. Bo'ldi aka. Oxiri aytib qo'ying. Zaryadkamiz o'z Bunisi bo'ladigan bo'lsa 6600 dollarga, 12-yil 6600 dollarga edi, ertaga kunga 6200 ga beramiz. Bunisichi? Bunisini 9300 ga qo'yuvdi, 8800 dollarga qo'yib beramiz. Faqat bir kunga edi. 6. 8500 dollarga faqat bir kunga ertaga. Bo'ldi aka. Buchi? Tezda bo'ladi. Bunisini 7800 ga qo'ydi, 7500 dollarga qilib beramiz. Bo'ldi aka. Bunisini Cruz degan kukalarga bu qorami anaqa lyuk mana shunaqa qiziqarli zerikarli joylari yo'q. Oxirini ayting aka. Eng qiziqarli joyi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5800 dollarga qilib beramiz. Hamma yo'g'ini qilib qo'ydi, hech qanaqa rasot. Bo'ldi aka, mendan boshlaymiz ham. Buni oldik aka. Mana Malibu'miz aytib qo'ying. Malibu'da 11000 dollarga qo'yatdi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10500 dollarga generalni ham bank rasoti ham ichida. Bo'ldi aka. Mana qora Captiva'miz endi aka. Toza klassasi yo'q, o'ta go'zal holatda maza qilib minadigan, yurgani ham 160 ming, mana shunaqa ozgina 130 ming mumkin yurgan. Bo'ladiganini aytib bering. Zaryadkamiz bo'ladigan bo'lsa 17,5 dollardan 16600 dollarga qilib beramiz shuni. Bo'ldi, 910 ekan aka. Endi telefon raqamlar 90 525 45 45, 93 160 99 99, 93 002 11 11, 94 843 4-1 adreslarda aytadigan bo'lsak, dadadadang buyog'i deydi-yu, ashnaqacha Baxtnasot Andijon shaharimizni boshlanishida 4 ko'chasida 4 tomonni qibla degan joyimizda Baxtnasotda. To'g'ri. Yangi O'zbekiston milliy va yevro taomlari shu yer bizni to'g'ri. Joyimiz bo'ladi. To'lqin aka 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli 06 07 qanaqadir mol qo'ylar bo'ladigan bo'lsa bemalol olaveramiz akalar. It solishadigan kuchinglar bo'ladi. To'lqinboy avtodan olasiz, baraka topasiz. Aka, to'ppa-to'p rahmat aka. olasiz, baraka topasiz akalar. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa dadadadangni ham radadadan bemalol ota-onalarni jo'natib uydagilarga dastlabkilar ichida qilib berishga xudo xolasa qo'limizdan kelganicha xizmatiylardamiz. Nima deydi? Chetdan keladigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa foizlarimiz bor, kutib olamiz. Nima deydi o'zimiz, to'g'rimi? Foizlarimiz bor. Dastlabkilari ham ichida aka. Qarang. Hali chetelilarga aeroport yo'ldan, aeroport uchib keladiganlarga, aeroportdan keladigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, samolyotda keladiganlarga ham tayyormiz. Samolyotda keladigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol kutib olamiz. Putinni kutgandek kutib olamiz.
aka, vertolyot kelsa, vertolyotga qo'nadigan joylarimiz bor mana aka. Vertolyotda ham kelishishadi. Gap so'z yo'q aka. Tushundingizmi hozir gapimni? Tushundim. Aeroportdan keladigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, Putinni kutgandek kutib olamiz. Qo'limiz Orkestrlar bilan, kelsin, shu albatta. orkestrlar bilan hop 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 hop.